Allah yaxshiliklari bilan siylasin deyman, o'sha yaxshiligi bilan siylagan mana shu. So'zimiz bo'lganimizda yo'qolib qolardi. Bu oson, Angliyaga qabul davom etmoqda. Doktor bir balolar qilib klient olish oson. Lekin uni noldan boshlab sentrgacha bo'lgan protsess, dokumentatsiya, hujjat, qanaqa hammasini mana shu jarayongacha olib kelishni o'zi katta murakkab sistema. 5000 funt sterling qo'shadi. O'shada anaqalar ertachlar ko'payib ketdi-da. Ya'ni bor narsani natijani olib chiqish kerak. Endi Xudo xolasa rizq qo'shilgan bo'lsa, Alloh taolo ol qulim degan bo'lsa, inshaalloh biz sababchi qilamiz xolos. Registratsiya o'zi boshlandi. Xudo xolasa endi inshaalloh massag'i nastroyib. Mana nihoyat yetib keldik o'sha kunga. Inshaalloh. Mana tushib qoldik Xudo xolasa. Hamma protsesslardan o'tib. Alloh siylagani mana shuda. O'shaning uchun men har videoda aytaman, Alloh yaxshiliklari bilan siylasin deyman, o'sha yaxshiligi bilan siylagani mana shuda. Har bir insonni yaxshiligi bilan siylasin deyman, o'sha mazza narsalar. Ketayotgan odamni kuzatib borish, bunaqa natijani topib ko'rsatish bu o'zi kishi mazza narsa. Men o'zi qalbim mazza qiladi. Hozir ichkari kirib ketayotganlarida bir yig'lab olmasam. O'zimizdan ko'z yoshlari bu-da. Inshaalloh niyat qilgan har bir insonga Alloh yaxshiligi bilan siylasin. Angliya vizalarini olishlarida Alloh taolo bizni sabab chiqib qo'ysin, Xudo xolasa. Bo'lib turadi. Yaxshi etib olinglar. Xudo xolasa Allohga omonat sizlar. Inshaalloh. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Xudo xolasa mana mijozlarimiz inshaalloh uchib ketishyapti. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Ish foydamiz tegandan xursandmiz. Easy Visa, best of the best.